Bittagina tarvuzdan muzdekkina ikki xil ichimlik tayyorlaymiz. Tarvuzni avval ikkiga bo'lib olamiz va bo'laklarga bo'lib, xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib, danaklaridan tozalab tashlaymiz. Sizga qanday ichimliklar yoqadi? Kokteylmi yoki-da gazli maxitolar yoqadimi? Izohlarda yozib qoldiring. Bo'laklarga bo'lingan tarvuzni idishga solamiz va uni ustidan muzlab turgan marojnani solamiz va birgalikda yaxshilab blender qilib olamiz. Muzdekkina birinchi ichimligimiz, ya'ni kokteylimiz tayyor bo'ldi. Siz ham albatta shu usulda tayyorlab ko'ring, maza qilib ichasiz. Ikkinchi ichimligimiz gazli suvni yoqtiradiganlar uchun tarvuzni yana bo'laklarga bo'lib olamiz va uni ustidan qolgan mahsulotlarni ham birin-ketin solamiz. Bitta limonni o'rtasidan bo'lib suvini solamiz. Yalpiz barglarini qo'shamiz va muzdekkina muzlatgichda turgan spraytni olamizda ustidan quyib yuboramiz. Bitta yaxshilab blender qilib olamiz. Shunaqa mazasi zo'r bo'ladi. Tarvuzli maxito ichib ko'rganmisiz? Bitta tarvuzdan ikki xil ichimlikni siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Agar video yoqqan bo'lsa, yaqinlaringiz bilan bo'lishib qo'ying. Agar bu issiqda chanqab ketsangiz, Robiyangizniki mehmonga keling.